Men Ruzi Muhammed Nur Ahmet, men Xuten vilayeti, Xuten şehir Yurunqa şehirsi Quchikent Ruzi Muhammed, men şu Xitayninki balavaqlarımga sağan zulmü doğrusu guvalık vermekçi. Bilgenlerim, men 2015 yılı miras doğruluk Saudi Arabistan'a haj qilga chiqqan, haj qilib bo'lgandan keyin qaytay deb turgan vaqtimda bizning sabdosh yaqin yo'qlarimizning hammasining shunda turmuga hech nima endi 15 yillik 20 yillik turmuga kesilganlik xabarini anglab men qo'rqib vatanga qaytolmadim. Şu ağlıqda mening cho'ng o'g'lim Muhammad men Ruzi Muhammadni 3 oy tarbiyalashga bir apadim. Qinishga bitmizda, lekin yine bu yolg'onchi Xitoy gapida turmay, keyin o'g'limga o'ykisi o'tibdi 2017-yili 3-oyning nechiligini uqmayman. İkinci o'g'limni yine tarbiyalashga olib ketibdimdi. U tarbiyalashdimi yo turmadimi, uni uqmayman. Onundan keyin 4-oy, 5-oy mezgilida cho'ng o'g'limning ayoli Minisa xonni uni ham tarbiyalashga yig'ibdi. Hozir ham bu Xitoy xalqaroda biz hech kimni sulab qo'ymadik, erkin azodi deb tenivatdi, lekin bolalarimdan shu 2017-yili shuning mabayinda telefon aloqa uzilib ketdi.